Hürmetli vatandaş, bugünkü liksiyerimizni, vaziyetimizni sözleyimiz. Liksiyerisi Gazi Rozu, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü islaq 2024 yıl 6. ayının 26. günü vatandaş. Haftaga çarşamba. Bugün sizlerge sözleydiği liksiyelerimizden avval iki parça vaziyet doğrusu da gepimizni qilayli. Anlayli hazır. Mana birinci haber. Rossiya belki urushda mag'lub bo'ladi. Urushda g'alaba qilguvchi obrazi, yoki Rossiya urushda g'alaba qilgan davlat deydigan obrazi endilikda masxaraga qoladi. Ukraynaning 70 ming kishilik harbiy qo'shini 300 dana tanka hujum bilan 30 kilometr ilgariladi. Rayonning qaysi ekanligini aytmabdi, shunday qildi deyilibdi vatandosh. Bu Dongsen moliya axboroti. Tayvanning 6. ayning 26 kuni YouTube. Yana birisi. Tibet to'g'risida qanday cho'ng plan bor? Dalay Lama, Hindiston Tibet, Jungo ko'pchilik cho'nqur suhbat. Hozir Tibet meselesi, Jungo meselesi, Hindiston meselesi, xalqaro jamiyat anda Amerika Qo'shma Shtatlar ko'ngil bo'layotgan masala. Mushunda ahvol ostida hozir cho'nqur suhbat deydi. Bu nimaga qaratilgan tushunamadim. 1 soat ilgari Audi deganda bu bir Tibetning ismi bo'lishi kerak. 6. ayning 26 kuni YouTube vatandosh. Ekranda endi bu vaziyatga bunda qaraysiz, mana qarab turing. Ekranda Amerika yangi harakat boshladi. Jungo, İran Rossiyani biroqla adaplamoqchi bo'ldi. Amerikaning bosh elchisi Jungo to'g'risida tuyuq so'z suhbat bayon qildi. Asli mavzu mundaq. Jungo İran nishonga ilindi. Amerika Qo'shma Shtatlar tuyuq so'z qo'l soldi. Jungo bankisi Rossiyadan jiddiy chekinib chiqdi. Rossiya matbuotlari sarosimga tushdi. Qolaymi qollashib ketdi. Zor avorchilik Rossiyaga yetib keldi. Amerikaning Jungo turishliq bosh elchisi Jungoning Amerika qarshi shaddiy harakatlarini biroqla pash qildi. Umid sadosi. Ko'rib turibsizlar, bu vaziyat to'g'risidagi qisqa obzorlarimiz, söz çöçeklerimiz değil vatandaş. Vaziyet doğrusu burada endi yenilik his qiladiganimiz Umid Sadosi televiziyasi bu aktiv faoliyatchi torbiti yoki video film ishlash torbiti buning vaziyatda bo'lgan ko'z qarashi izchil to'g'ri bo'lib kelyotdi. Bu yerda deydiki Amerika qo'l soldi biroqla İran Jungo'ni Rossiyani biroqla yo'qotmoqchi edi. Avval hozir Jungo ile İran'ı nişanga oldu deydi. Bu bugün yetib kelgan xabar. Bu to'g'rida yana bosh torbetlar va video filmlarda xabar to'liq yetib kelmadi. Umid Sadosining shunga qaraganda hozir dunyo miqyosi bo'yicha jahon vaziyatining jiddiyligi va keskinligini shu so'z ibora yoki shu video filmning o'zidan bilib olasiz vatandoshim. Endi sizlarga so'zlaydiganligimiz boshda aytdik, Amerikaning Amerika Qo'shma Shtatlarning Beyjingda turishliq bosh elchisi Nicholas Bornes tuyuq so'zli suhbat bayon qildi deydi. Bu suhbat Wall ko'chasi gazetiga suhbat bayon qilingan ekan. Biz bugun shuningdek sizlarga bir leksiya tayyorladik, yetkazamiz vatandosh. Bu qatim hamda mavzumunda endi aram al. San Fransisko manzarasi. Bosh elchi Nicholas Bornes Jungo'ni qattiq aybladi. Amerika Jungo munosabati yaxshilanishdan direkt bo'lmadi. Mavzuli xabar 6. ayning 26 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi.
bir yerde endi aram al degan bu buyruq şekillik cümle. Bunda San Francisco manzarası deganda o'tgan yili 11 ayning 14 kunidan 18 kunigacha San Franciscoda ochilgan endi tinch o'tgan iqtisod yig'iniga Jungoning raisi Xi Jinping taklif bilan kelib qatnashgan edi. Shu yig'in oralig'ida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Bidenga va'da berib, biz Amerikadan 50 ming nafar yosh o'quvchilarni taklif qilamiz. Beijingda o'qisin. Jungoda o'zaro almashtirish, masalan, fuqarolararo almashtirish, xizmatlari va faoliyatlari, madaniyat, ma'rifat almashtirish. Mushunda va'da bergan edi vatandosh. Hozir gapdan qaraganda Nikolas Bornes ishki voqeani, masalan, 6 ayning 10 kuni Jungoning Jilin o'lkasida bir bog'chada 4 nafar Amerikalikqa pichoq solish voqeasini 10 kun o'tmay yaqinda Jiangsu o'lkasining Suju shahrida, ya'ni bir Xitoy bola, bu o'rta yoshli odam, 50 yoshlardagi odam 2 nafar Yaponiyalik pichoq soldi vatandosh. Demak, hozir buni biz jamiyat kayfiyati, siyosat kayfiyati, partiya tarbiyalagan bu. Hammani deymizki, bu yerdagi siyosat chet ellik o'chmanlik bu Jungoning an'anasi, kompartiyaning an'anasi bo'lib kelyapti davomli hozirgacha. Bo'lib bu chet ellik deganda tanlab turib, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining grejdallari, Yaponiyaning grejdallariga mana shunday ko'chada ko'ydi zo'ravonlik qilyapti. Bu masalani bugun bosh elchi Nikolas Bornes eg'izga olmadi. Biroq tartib shunday, maqola mundaq davomlashdi va leksiya, xabar mundaq davomlashdi. Yaqinda bir qatimli ziyorat qabul qilganda Nikolas Bornes bosh elchi Volkochning ziyorati. Mundaq ko'rsatdi, Jungo o'tirisi grejdallar bordi keldisiga buzg'unchilik qilyapti dedi. Bizning bosh elchixonamizda o'tkazilgan faoliyatlarga Jungo grejdallarining qatnashishiga propozitsiya ishlatyapti. Hamda to'g'ri hozir Amerikaga qarshi qudratliq to'lqinni qo'zg'adi. Demak, Jungoning ichki qismi to'g'ri ommiy diktator deymiz-ku. Jungoning ommiy diktator shaklida to'g'ri hozir Amerikaga qarshi tashviqot targ'ibotni kuchaytirdi. 6 ayning 25 kuni, ya'ni haftaning 2 kuni Volkochsi gazeti e'lon qilgan bir qatimli ziyorat xotirasida bosh elchi Bornes mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Amerika bosh elchixonasi o'tkazadigan faoliyatlarga qatnashmoqchi bo'lgan Jungo fuqarolarini parakanda qildi. O'tgan yil 11 oydan boshlab 61 qatimliq Amerika bosh elchixonasi faoliyatlariga Jungolik grejdallar qatnashmoqchi bo'lganda Jungoning bexatarlik ministerligi bularni izlab topib, ularga tahdid soldi, popuzni ishlatdi. Endi bosh elchilarning normal faoliyat, har qanday bosh elchi qiladi buni, bir Amerika emas, har qanday bosh elchilar ishni qildi. Madaniyat, ma'rifat almashtirish, fikr anglash, fikr qo'yish, taraqqiyot, iqtisod bu degan masalalar bilan fikr almashtirish harakatlarini qiladi har qanday bosh elchi. Hozir bu Amerika bosh elchixonasi shunday qilganligi uchun Jungoning bexatarlik nazorati, soqchi nazorati bu faoliyatlar qatnashaman degan jungoliklarga tahdid ishlatgan gap o'tandi. O'tgan yil 11 oydan boshda aytdik, Jungoning raisi, rahbari Amerika Qo'shma Shtatlarida prezident Joe Bidenga va'da berib, ashuna o'quvchilarni o'qitayli, badi keldi qilayli degandi. Shu vaqtida 50 ming boshda aytdik. Amerikalik yosh o'quvchining maktab kelishini Beijingda Jungoda maktabda o'qishni taklif qilgan edi. Aloqa munosabatda bo'lish, ikki davlat grejdallari fikr almashtirish deb taklif qilgan edi. Ham shundaqla Amerika Jungo taraf bilan kelishim imzolab, oq ayiq diplomatiyasi araliq-sharliqda shundan burungi deyman, Jungoning Amerikada hayvonotlar bog'chisida ikki ayiq bor ekan, Jungoliklar elib ketdilar, oq ayiq degan. Bu qatim o'tgan yil 11 oyda yana kelishim imzolab,
aqiyiqdan yana ishkini Amerikaning hayvonotlar bog'chisi keltirmoqchi bo'l. Bu odatdagi hayvon masalasi emas vatandosh. Bu yerda Amerikada yumshoq qo'llar bor. Yumshoq qo'llarning jungo qaratgan siyosiy aqiyiq diplomatiyasi degandek musha ram kichida jungo bu yerda hayonkesh qilmoqchi. Ya'ni jungoni bir qatam aldab boqmoqchi. Va yoki boshqa g'araz. Shu vaqtda jungo aqiyiq diplomatiyasi masala keltirganda kelishim orqali yana ishkidani ayiqning Amerika bog'chisida hayvonotlar bog'chisida beqilishi va ko'rgazma qilinishi yo'l qo'ygan edi. Bugun yuqorqidagi ishlarni qilyotdi deydi. Agar diplomatiya sohasida yetishmoqchi yoki ittifoqlashmoqchi emas, munosabatlarni yaxshilashni niyat qilgan bo'lsa, Rais Shi Jinping shunday qilgan edi. Bugun hozir butun jamiyat jungoda to'rbetlarda Amerika qarshi tashviqot, Amerika qarshi targ'ibotni qo'yibdi deydi. Mutaxassislar bunday hisobladi. Bosh elchi Bornis ziyorat jarayonida oshkorlagan ahvollardan qaraganda Amerika jungo munosabati navbatda yaxshilikdan darak bermadi. Demak, yomonlashdi degan. Nicholas Bornis bosh elchi o'tirg'i chiqib matbuotga shunday fikr qilganda jungo Amerika munosabatini yaxshilanadi deydigan darak va nishona ko'rilmadi. Amerika jungo munosabati yanada yomonlashdi. Ukrayna yana bir xabar. Ukrayna Yevropa İttifaqı a'zo bo'lib, kirish suhbati Luxemburgda boshlandı. Mavzuli xabar 6-oyning 26-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Bunda Yevropa vakillarining Luxemburg kelishi va shundaqla Ukrayna vakillarining Luxemburg kelishi, Ukraynaning Yevropaga qaytib kelishi bir ma'noda Ukraynaning Yevropa İttifaqı a'zo bo'lib kirishdan iborat suhbat bugun 25-yil Luxemburg shahrida boshlandi. Luxemburg shahrida boshlandi. Masalan, Ukrayna suhbatlari vakili Olga Stepanishiya. Olga Stepanishiya. Bu Ukrayna suhbat vakili ekan, ayol kishi ekan. Shunda qaraganda Yevropa İttifaqidami ayol kishi bo'lgan bo'lishi mumkin. Yevropa İttifaqının ayol kishidan ismi berilmabdi. Andan keyin Rossiya nima? Ukrayna tashqi ishlar Ukrayna vaziri Shaylal uning deganida bugun Yevropa bilan Ukrayna munosabatida yangi bir tarixiy sahifa yoritildi. Prezident Zelenskiy andin Twitter ekranida shunday debdi: biz Ukraynani bir qancha avlod kishilarning Yevropachi bugun amalga oshdi. Gerçi hozirda a'zo bo'lib kirmagan bo'lsa-mu, Ukraynaning Yevropa İttifaqıga a'zo bo'lib kirish suhbati 6-oyning 25-kuni Luxemburgda boshlandi. Ukrayna Yevropaga qaytib keldi. Shu qatorda andin Moldoviyami bir ozdan keyin Luxemburgda o'xshashli suhbatni. Masalan, Moldoviyaning Yevropa İttifaqı a'zo bo'lib kirishdan iborat suhbatdan boshlagan gap vatandosh. Bu yerda bir qiziq hikoya bor. Masalan, Rossiyaning o'zida olsangiz qiziq hikoya emas, bu ajoyib hikoya bu. To'g'ri 1000 yildan beri Yevropa, hozir siz biladigan Yevropa, biz biladigan Yevropa, bugungi Yevropa Rossiyani 1000 yildan beri qo'yniga olmay chetga qilib keldi vatandosh. Tushundingizmi? Rossiyani chetga qilib keldi. Rossiyani chetga qaqqanda ehtimol Rossiyami, nima Ukraynami birga chetga qildi degan. Bugun shu prezident Zelenskiy bir necha avlod Ukraynaning Yevropa qaytib kelishidan iborat shu reallikka aylandi. Ukrayna Yevropaning qo'yniga qaytib keldi, deydi Ukrayna prezidenti Zelenskiy vatandosh.